Barchamiz Allohnikimiz, uning huzuriga qaytamiz. Abu Bakrni Alloh rahmatiga olsin. Abu Bakrni Alloh rahmatiga olsin. Siz Rasulullohning yaqin do'sti va maslahatchisi edingiz. U zotning sirdoshi, yaqin suhbatdoshi edingiz. Rasululloh aytganlaridek, tanangiz zaif bo'lsa ham Allohning amrini bajarishda kuchli edingiz. Alloh azza va jalla sizni Muhammad alayhissalom bilan uchrashtirsin. Ajringizni ko'paytirsin. Sizdan keyin bizni adashtirmasin. Aytganing kelsin. To'g'ri aytding. Allohga yo'liqqanimda nomai a'molim faqat shu odamning nomai a'moliga o'xshashini xohlayman. Bu zotni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yonlariga ko'mamiz. Bizga shuni vasiyat qilib ketdilar.